Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, o'zbek futboliga ixlosmand bo'lgan barchaga biz eng tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Mabodo kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosgan holda obuna bo'ling va eng qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. O'zbekiston milliy terma jamoasi saralash o'yinlariga tayyorgarlikni boshladi. 5-10 iyun kunlari futbol bo'yicha jahon chempionati saralash bosqichi doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi muhim bahslarda maydonga tushadi. Vakillarimiz dastlab Birlashgan Arab Amirliklari, so'ngra esa Qatar terma jamoasiga qarshi hal qiluvchi o'yinlarda ishtirok etadi. Ushbu bellashuvlar arafasida terma jamoamiz bosh murabbiyi Temur Kapadze yakuniy tarkibni e'lon qildi. Jamoa 28-may kuni navbatdagi o'quv yig'in mashg'ulotlariga kirishadi. Mazkur yig'in saralash uchrashuvlariga jiddiy tayyorgarlik ko'rish, futbolchilarni o'zaro muvaffaqiyligini oshirish hamda optimal jismoniy holatni ta'minlashga qaratiladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Temur Kapadze jahon chempionati saralash o'yinlari oldidan tarkibga bir qator o'zgarishlar kiritdi. Avvalgi yig'inga Neftchi klubi vakili Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Agemka klubi futbolchisi Akromjon Komilov, Nasafdan Zafar Murod Abdurahmatov hamda Ozarbayjonning Sumqayit klubi futbolchisi Bobur Abduxoliqovlar tarkibga jalb etilgandi. Bu safargi yig'inda esa murabbiy yangi qarorlarni qabul qildi. Xususan 4 yillik tanaffusdan so'ng Agemka klubi futbolchisi Islom To'xtaxo'jayev yana milliy terma jamoa safida o'quv yig'in mashg'ulotlariga chaqirildi. Shuningdek, hozirda Superligamiz to'plarida bo'lib turgan Igor Sergeyev va Turkiyaning Sivasspor klubi futbolchisi Azizbek Turg'unboyev ham terma jamoamiz yig'inlariga jalb qilindi. Kapadzening bu qarorlari jamoani oldida turgan hal qiluvchi bahslarga yanada kuchli va tayyor holatda chiqishni ko'zda tutdi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tishimiz lozimki, Islom To'xtaxo'jayev O'zbekiston milliy terma jamoasida so'nggi bor 2021-yil 15-iyun kuni Saudiya Arabistoniga qarshi bo'lib o'tgan jahon chempionati saralash uchrashuvida maydonga tushgan. Uchrashuvda To'xtaxo'jayev Odil Ahmedov o'rniga 80-daqiqada zaxiradan maydonga tushirilgan. Shu tariqa Islom To'xtaxo'jayev milliy terma jamoamiz safida so'nggi marta 2021-yil 15-iyun kuni Saudiya Arabistoniga qarshi o'yinda ishtirok etgan. Eslatib o'tamiz. 2024-yilda Qatarda bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi bahslarida O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Igor Sergeyev jiddiy jarohat olib musobaqani erta tark etishga majbur bo'lgan edi. Ushbu jarohatdan to'liq tiklanish uchun futbolchimizga deyarli yarim yil vaqt kerak bo'ldi. Davolanish jarayonidan so'ng Igor Sergeyev Tailandning Pathum United klubini tark etib, o'zining sevimli jamoasi Toshkentning Paxtakor klubi bilan shartnoma imzoladi. Hujumchini Paxtakorga qaytishi juda omadli bo'ldi. U Superliganing 11-turiga kelib 9 ta gol urib chempionatning eng yaxshi to'plar maqomini egallab turibdi. Ushbu natijalar Igor Sergeyevning yuqori sport formasiga qaytganini va milliy terma jamoamiz uchun yana muhim kuchga aylanganini ko'rsatmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hamda Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi uchrashuv 5-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:50 da boshlanadi. Bo'lg'usi bahsda terma jamoamizga faqat va faqat omad tilaymiz. Olg'a O'zbekiston. Hozirda bizda mana shular eng tezkor va qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston.